Mana vishna, qora giloslarimizni o'rtoqlar toqalash jarayonidamiz mana. Vishna, qora giloslarimizni 5-10 santimetrga o'rtoqlar toqalayapmiz. Juda ham ko'p giloslarimiz pateriya bo'lib ketyapti o'rtoqlar. Vishna, qora giloslarimiz O'zbekiston iqlimida hamma yerlarga mo'tadil bemalol joylashadigan taglik bo'ladi o'rtoqlar, gilos tagligi bo'ladi. Vishna, qora giloslarimiz buni xudo xolasa mana 2026-yil 27-iyun sanasida turibmiz hozir. Vishna, qora giloslarimiz yana 2 oydan keyin avgust oyini oxiriga payvand qilishga tayyor bo'ladi. Kimda yangi navli ko'chatlardan bo'lsa, ko'chatlarni ko'paytirib berishni istasalaring, ko'chatlarini ko'paytirib beramiz. Bizga kaltaklarni bersalaring, xudo xolasa kelishilgan asosda vishna, qora giloslarga sizlar istagan ko'chatlarni ko'paytirib beramiz payvand qilib o'rtoqlar. Bizga bemalol bog'lanishlaring mumkin. Kaltaklaringni berasizlar, xudo xolasa 2028-yilga sizlar istagan ko'chatlardan ko'paytirib beramiz o'rtoqlar. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Bizda nafaqat gilos, olma, o'rik, shoptoli, xurmo, har xil mevali ko'chatlar bor. Sizlar xohlagan sortlardan berishlaring mumkin. Ko'chatlarni ko'paytirib beramiz, xudo xolasa kelishilgan usulda o'rtoqlar. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar. Hammalar